qaratam zaman. Çok kamaletçi. Odam degan san o'zini bilib yurish kerak ha. Tarix haqida qarashlaring. Xirda ahmoqona. Tarix tushlar bilan yozilmaydi. Buni senga aytish o'zimga joiz deb bilaman. Sizni 20-asrning 20-yillarida Olmoniyaga o'qishga ketgan talabalarning fojiasini o'qitanga ko'mib yozishingizga nima sabab edi? Ha endi biz aynan meraqa. Menga bunday savollarni berma. Zamon nozik edi. Tarixni shunday yozdim. Qolgan bilan sen ishing bo'lmas. Kechirasiz, ming bor. Kamera, eng past sortdagi talabaman. Lekin fikrlarim sizni qizartirdi. Shunga hayronman. Siz o'ylaganchalik ahmoq emas ekanman-da. Siz tarixchisiz. Rus bosqinini maqtab yozgan kitoblaringizni o'zingiz yoqa olmadingiz. Endi qo'lingizdan chopib tashlasangiz ham baribir befoyda. Bola, menga qara. Bu gaplaringni bayram kun televizorda aytasan. Kechagina tuxumdan chiqib olib, menga aql o'rgatyapsanmi? Bilsang, senga o'xshaganlarni hozir ham bir cho'qishda qochiraman. Tur, senday vatandosh. Tarixni biz yozib qo'ydik. O'zgartiraman deganni inasini ko'rsataman, bildingmi? Tarix bu mening ishim. Mening kafanligim. Yuzingizga tupursam, bunday baxtga erishgan talabalarning nechanchisi bo'laman? Mayga tupur betarbiya, ko'rimga tupur. Ammo tarix men yozganday qolsin. Hatto Fravn ham senchalik tarixga buncha ko'p pora tutmagan. Ibodatingni qil va vaqtida o'l. Men qalban o'lmayman, men ko'p yashayman. Vatanimizning nomini o'zgartirdik. Biz chapak chaldik. Odamlar bobolar aziz qilgan nomlarni unutib yubordi. Tarixga tupurish san'ati fan qilib o'qitildi. 100 yillik kitoblarni o'zimizga moslashtirdik. Menga qarang, to'xtang. Savollarimga javob bering. To'xtang. Yaqinlashing. So'zlarimni tinglamayapsiz. Meni tinch qo'y. Ket. Mendan nima istaysan? Otangiz haqida gaplashmoqchi edim. Otam uchun tortgan azoblarim. Bechora akam va opam o'lib ketishdi tergovlarga qanday. Endi mening ham boshimni olasanlarmi? Saksonga chiqdim. Shundoq ham o'laman. Qamab nimaga erishasanlar? Tinch qo'y. Kechirasiz. Sizga yomonligim yo'q. Men maxsus xizmatdanman. 20-asrning 20-yillarida Olmoniyaga o'qishga ketgan talabalarga oid savollarim bor edi. Axir otangiz ham onasizda bo'lgan-ku. Jon momo, gaplashing. Hammang bir ko'rsanlar. Avval ham allaqanday shoir deganlari paydo bo'lgan edi. Otang bilan birga yotganman deb uyimizga kirib oldi. Sho'rlik onam marhumning hurmati deya nam-nihol opamni unga berib yubordi. Bilsak otam allaqachon o'lib ketgan. Uning o'zi esa josus ekan. Opamni homilador qildi-yu. Men davlat odami. Qiyin desanglar, qilib yuboraman. Yetti qoldi. Sening ham maqsading aniq. Meni aldaysan-u. Sovet turmasiga yuborasan. Zo'rlaysan. Bardosh bera olmayman. Eshitdingmi? Otam bechora allaqachon o'lib ketdi. Germaniyada o'qigani boshga yetdi. Yuragi
yuragimni yorma. Eshitdingmi? Stalinga allaqachon tavba qilganmiz. Stalinga tavba qilganmiz. Stalinga Axir, hozir mustaqilmiz. Hech narsadan qo'rqmang. Mustaqilliging bilan ishim yo'q. Meni tinch qo'y. Siz otangizdan qo'rqasiz. Ha, chunki u xalq dushmani edi. Itkullar tushdi boshimizga. Ana, masala shunda. Mabodo otangiz deb kelganda ham o'zingiz birinchi bo'lib boshiga temir choynak bilan urib o'ldirasiz. Otangiz emas. Siz otilgan bir murdasiz. O'lim tilama menga. Men qo'rquvchiman. Bizni qutqar. Yana tush ko'rdim. Ah, bizning tarixni bulg'ab yozganlar. Ularning bo'xtonlari xalqimizni ne kuylarga soldi. Ha, men 70 noliga aylanaman. Chunki ular mening ajdodlarim. Sizlarga aytarim bir hayot bor. Unda tarixim, mamlakatim va 70 talabadan iborat fuqarolarim bor. 70 armonim, 70 azobim bor. 70 qabrim, 70 mozorim bor. Umrimda ko'rmagan odamlarning achchiq qismatlari quloqlarim ostida yangraydi tunu kun. Ovozlari eshitilib turadi. Mamlakatning ozodlik qo'shig'i yoki muqaddas kalima misoli quloqlarim ostida eshitilib turadi. Azoblari va xo'rliklari. Murodiy, Gulsum va bir qancha yoshlar Olmoniyaga o'qish uchun otlandilar. Choponimni olib chiq. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom. Otajon, rozi bo'lasiz-a? Nimaga? Olmoniyaga o'qishga ketishimga. Qizim, yana shu mavzuni boshladingmi? Axir o'qishni qanchalik xohlashimni bilasiz-ku. Qizalog'im, Gulg'uncham, men seni qiynalishingni xohlamayman. Iltimos, ruxsat bering. Bu joylar senga begona, notanish. Boz ustiga zamonamiz ham tinch emas. Men o'rganaman, ko'nikaman bariga. Men bunga qarshiman. Axir siz emasmi? Yoshligimdan qo'limga qalam tutqazgan. O'qishni, yozishni o'rgatgan. Nega shunday imkoniyat bo'la turib, o'qishimga qarshilik qilyapsiz? To'g'ri. Bilimli bo'lishing yaxshi, lekin bag'ringdan uzoqda. Men yolg'iz emasman. Biz bilan birga turkistonlik vatandoshlarimiz ham bor. Hovli ustiga cho'lpon kabi ziyolilar qo'shga bosh-qosh. Nega bunchalar qaysarsan, qizim? Axir kimdir ilk qadamni qo'ymog'i kerak. O'zbek onalari ham quruq savollar, gumonlar, xavotirlardan qutulib dunyoga ko'z ochishni, o'qishni boshlag'i kerak. Bas! Qaysar, bir so'zdan qolay demaysan. Bir narsani ushlab olsang, erishmaguningcha qo'ymaysan. Chunki sen
Xudo asrasin. Bizdan ustun bo'lib qolaveradi. Eshityapsizmi? 100 yillar, 100 yil. Yo Xudoyim, o'zing asra. Bolalar ta'limi millatning jon masalasidir. Yuksak ma'orifsiz biz millat sifatida yo'q bo'lurmiz. To'g'ri. Mahkama aytyaptilar.
Shunday bir paytda tarixi ulug', yeri o'ta boy sanalgan Turkistondan faqat mening o'zim o'qimog'im adolatsizlik bizga nisbatan jaholat emasmi? Shunday. Chunki biz azaliy birikmaslik dorilarini shifo deb uchirmiz. Natijada esa yurak salomat, jigar esa qurib bitadi. Vatanning qoni tozalanmaydi, buziladi, bitadi. O'char! Bizning jonimiz ham, qonimiz ham mana shu mehnatda. Agar biz ham Avropacha ta'lim olsak, mehnatga bo'lgan chidamlilik, e'tiqod sabab dunyoning qudratli mamlakatlari safiga qo'shiladi Turkiston. Qanaqa qudrat, qanaqa matonatni aytyapsan? Ha, ulug' otamiz bizga shunday muruvvat ko'rsatgan bir paytda o'z mehnatimiz bilan munosib javob berishimiz lozim. Qani hammang ishga bor. Birodarlar, qo'rqmang. O'zbekiston SSR Kompartiyasi Turkistonlik 70 nafar talabani Olmoniyaga o'qishga yuborish bo'yicha rozilik bildirdi. Shukr bo'lsin. Biz Turkistonlik yosh talabalar Olmoniyaga borib sanoat, aniq fanlar, tibbiyot bo'yicha mutaxassis bo'lib kelib, butun hayotimizni Turkiston ravnaqi uchun sarflashga va'da beramiz. Zero hayot ma'orifda bo'lak Turkistonning najoti yo'qdir. Ha, hayot ma'orifda bo'lak Turkistonning najoti yo'qdir. Hayot ma'orifda bo'lak Turkistonning najoti yo'qdir. Hayot ma'orifda bo'lak Turkistonning najoti Ularning hammasi o'qishga ketib qolaversa, mehnatni kim qiladi? Bilan to'lmaydi. Meni kallam ketadi, kallam. Unda ularni har doim yurak urib qo'rqitsak, hech qayerga ketisholmaydi. Voy ahmoq, nimalar deyapsan? Qo'llarida rozilik xati turibdi. Nimadir o'ylash kerak. O'yla! Topdim. Hoziroq borib yuqoriga xabar qilaman va shaxsan Mixalkovning o'zlariga aytaman. Shunday qilaman. Bugun safimiz 70 nafardan oshdi. Olmoniyaga xush kelibsiz. Qani, ketdik. Voy birodarlar, ketdik.
Sen shu bitta ishni ham eplolmadingmi? Xavotir olmang janob, ularning hammasini qaytaramiz. Shu qilmasdan qaytar. Barchasini ko'ndirasan. Agar ko'ndirmasang, mana shu boshingni shudgor qildiraman-da. Ustiga paxta ektiraman. Va alvon pufakchalar sonini 71 taga yetkazaman. Eshityapsanmi? Tushunarli janob. ostida yuradigan kiyimlar haqida gapirsangiz, qaysidir ishonchi karomat emasmi deb qaraydi. Uchiga chiqqan mutassassiblar esa nafasi kuchliroq domlaga dam soldirmasak, til dormay o'lasan deydi. Malki, siz ham shunday hozir
biz shunday o'qiylikki, toki Alloh bizdan rozi bo'lsin. Ona Turkistondan hamdilli. Hamidma kimga? Neydi? Birinchisi Sattoriy. Sizmi? Kim oladi ya? Men olaman shu ginariya, olaman shu ginariya. Olaman shu ginariya. Salom bo'lahsa, salomatmisan? Buxorodan ancha uzoqdasan. Menda ozgina xarid bor. Ammo otang sifatida bardoshli bo'lishing lozim. Axir Buxoroga yorug' yuz bilan qaytishing kerak. Seni yaxshi ko'raman, mehribonim. Bola, boshing omonmi? Sog'indim va shu og'riqli sog'inchim o'laroq maktubni yozmoqdaman. Bilasan, ertadan kech daladamiz. Senlar bizdan xavotir olma, bola. Mening mehribon akam. Aka, sizga bir gapni aytmasam bo'lmaydi. Shaxsan Cho'lponning o'zlari Murodiy Turkiston uchun millat qahramoni bo'lmog'iga ishonaman deb so'z beribdilar. O'zingizni asrang, o'zimning mehribon akam. Avvalo bizni mana shunday ta'min etayotgan xalqimizga, ko'mak tashkilotiga, Cho'lponga kech payt hammamiz dars mashg'ulotlari uchun aynan shu yerga yig'ilamiz. Qanday Murodiy? Boshlang. Hamidboy o'zingizdan bo'ladi. Boshlang. Men ishlab qolmayman. Ketdim. Biz Turkistonlik 70 nafar talabalar Olmoniyaga o'qish uchun kelgan ekanmiz. Bu yo'lda qanday qiyinchiliklar bo'lishidan qat'iy nazar, kindik qonimiz to'kilgan ona Turkistonni va ilmga chanqoq yoshlarni bilimli qilishga va'da beramiz. Biz yo'qot hammasini.
Olmoniya maktab va dorilfununlarda tahsil olayotgan turkistonlik talabalarga takliflar ko'paymoqda. Darhaqiqat, sinov kuni ham tibbiyot bilim yurtida bir necha talaba Sharifat Zohamagani haqida shunga bir gapirgandi. Aytasiz. Hayratlanarlisi shundaki, ularning barchasi turkistonlik talabalar. Demak, bu yerda ham bizga qarshi chiqadiganlar paydo bo'ldi. To'g'ri. Chunki biz ta'lim olmak yo'lini tutib, katta jang maydoniga chiqdik. G'alaba tomon kelayotganlar esa tahdidotdan xabar bo'lishi tabiatida. Arqonni uzoqroq qo'yib kuzatamiz. Kim bo'lsa ham bir kuni albatta bosh bo'ladi. Faqat hushyorlik har biringizni ilk amalingiz bo'lmoq kerak. Qani, ishingizni davom ettiring. Salom, hurmatli talabalar. Nega hamma yoq ostin-ustun? Tinchlikmi? Tinchlik. Ulug' Sovet hukumatining Germaniyadagi vakillik organlari. Xabaringiz bor. O'tgan yil ham bu yerga kelganman. Sizlarning ko'pchiligingizni yaxshi taniyman. O'qishingiz, sharoitingiz va hatto nimani o'ylashingizgacha boxabarman. Ulug' Sovet hukumati sizning, ya'ni o'zbek talabalarining Berlinda o'qishiga hech zarurat sezmaydi. Va ortga qaytishingizni istaydi. Janob, bizni nima deb olyapsiz? Biz ko'zingizga nemis yoshlar bo'lib ko'ryapmiz shekilli, ha? G'oyat ta'minli. Biz umuman ko'rmagan joylar haqida gapirayotgandek, o'zingizni kulgili, hatto sharmandaga tutyapsiz. Niyatingiz nima? Vatanimizda bo'layotgan narsalardan bexabar deb o'ylasangiz, qattiq yanglishasiz. Xudoga shukr, asl holat qandayligi ro'znomalardan kunday ravshan. Nafaqat o'quvchilarning holi, kelajakda kim qilib tarbiyalanib bo'lganingizni ham yaxshi emas. Yuzimizga qip-qizil bo'yoq surib olsak, g'oyaviy kommunistlardan farqimiz qolmaydi-ku. Keling, bunda yuzimizni qizilga bo'yab, Messi deb o'qimasdan yuraveramiz. Ashula sizlarga ta'lim bo'lib Kulguli. Sezmayapsizlar? Oxirgi paytlarda Olmoniyadagi turkistonlik talabalarga xiyonat tazyiqlar kuchaymoqda ekan. Bu Ulug' Sovet hukumatining buyrug'i. Uni bajarmaganlik holiga voy. Janob, biz Olmoniyaga faqat ilm olmak uchun keldik. O'qishimiz o'z yakuniga yetmaguncha hech qayerga ketmaymiz. To'g'ri, biz ketmaymiz. O'qishimiz kerak. Men sizlarni ogohlantirdim. Yana o'zingiz bilasiz. Nega buni eshitdingizmi? Shu yetmay turganimizga. G'oyavish, qavlarning maqsadi aniq-ku. Janob binolargacha, tanidingizmi? Olmoniyaga kelishimizga ham qarshilik qilgan u. Turkiston soqillarga ko'milib ketdi. Oxirgi payt Olmoniyada bo'layotgan noxushliklarga va aynan bugungizga ham ularning aloqasi bor. To'xtanglar. Axir biz shunaqa xalqmidik. Shunaqa sotqin, qo'rqoq. Kunlikdan sozlanadigan xalqmidik. Birodarlar, xulosa chiqarishga shoshilmaydi. Keling, chindan ham borib Sovet Ittifoqining Germaniyadagi vakillari bilan gaplashib ko'raylik. Ammo menga shunday qilyapsiz. Aslan bo'lishsin.
nazoratimiz ostida. Aytgan taxminlar to'g'ri ekan. Ular o'ta ketgan germanparast. Buni sezdim. Endi ular asta-sekin halokatga boshlab borishdi. Mahalliy xalq ularni baxt yomg'irini kutganday kutmoqda. Asarga yaqinlashgan chumoliday o'z nafslariga botishlari muqarrar. Lekin tezroq ularning bo'yin tomirlaridan qon tizillab otilishini va ularga chanqoq bosishni istayman. Men ham istayman, janob. Men ham istayman. O'qiyotgan ma'ruzalarning o'zi oyog'idan osmoqqa yetarli. Shuning uchun har ishga yelab qo'yganmiz. Qadamini kuzatyapmiz. Biz Germaniyada o'qiyotgan talabalar to'g'risida har 2 haftada SSSR NKVD rahbariyatiga ma'lumot berishimiz. Ulardan hech xavotir olma. Buyruq bo'lishi bilan barchasini qamoqqa olaman. Barchasini qamang, qamang, qamang. Hop, o'zingni bos. Tomirlaring buncha oyga dosh bermaydi. Oilasiga qo'shib qamang. Ana u o'qiyotgan diplomini peshonasiga qo'yib oting. Bolalarini-chi? Ana u bolalarini nima qilay? Sutdan chiqqanlarini ayab o'tirma. Hali sutdagilarga esa rahm qiling. Keyin chaqaloqlarni qanday o'ldirish mumkin? Juda ham yomon edi. Bir necha kun quloqlar ostida eshitilib turadi. Sizga shu kerakmi? Saroychilargacha. Menimcha kerak emas. Bizga rahm shafqat yo'q shuncha. Ularni ildizi bilan quritish lozim. Faqat mana bu xalq do'stlik qilmaydimi? Nima? Mana bu xalqni aytyapman. Qanaqa xalq, janob? Qarshilik qilgan har birini ayab o'tirmaymiz. To'g'ri aytasan. Qani ketdik unda. O'qish jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi. Kelayotganimizda esingizdami? Olgan bilimlarimizni butun Turkiston ravnaqi uchun sarflashga va'da berganmiz. Shu va'dani bajarish vaqti yetdi. Qanaqa va'da? Bizni Turkistonda katta xalq kutyapti. Nima qildi xalqni? Nega qo'rqishimiz kerak? Axir biz shu xalq uchun o'qidik. Faqat shu xalq uchun haydamiz. Oddiy kasalliklardan bolalar o'lishyapti. Men ularni davolashim kerak. Qanaqa davolash? Siz ular uchun Germaniyada o'qigan shifokor emas. Josussiz, josus! Menga qarang, nega buncha xavotirdasiz? Axir ular bizning ko'nglimizda egrilik yo'qligini albatta bilishadi. Ular ustida qonun bor. Ham qonun bilan ular bilan hisoblashishga majbur qilamiz. Qanaqa qonun? Sovet hukumatining qonunlari poyezd manzarasidan ko'rinadigan manzaraga o'tkinchi! Bilsangiz, vujudimizda faqat vatan istagi bor. Bu istak har qanday o'limdan ustunroqdir. Meni tushunmaysiz, otishadi, o'ldirishadi! To'g'ri. Balki ortga qaytganimizda boshimizga ko'p narsalar tushadi. Lekin eng yomoni bu tuyg'usizlik. Faqat tuyg'usiz insonlar qo'lida qolishi kerak emas. Agar olis Turkistonimda dor ko'rinsa, o'shal so'ppaygan yog'och sening ajaling desalar ham o'tga boqmaydi. Nainki ul yog'och vatanimning tuprog'ida ungan nihol ko'zimdan-da azizdur menga. O'limdir millating o'layotgan
o'lganda qochmoqlik, o'limdir tirik bo'lmoqlik, avlodlar uchun kurashmaslik, barchasiga tinchgina ko'nib yashash. Birodarlar, xulosa shu. Biz Turkistonga qayturmiz. To qiyomatgacha millat dardi. Dardimiz bo'lsa, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Sovet hukumati sizni qo'llamaydi. Yo'q bo'lib ketasiz. Mayli ular bizni qo'llamasin. Biz tomirlarida buyuk ajdodlari qoni oqayotgan xalqimizga, yoshlarimizga ishonamiz. Va bir kunmas bir kun butun dunyoga kim ekanligimizni albatta ko'rsatib qo'yamiz. Yashasin Turkiston! Yashasin Turkiston xalqi! Yashasin Turkiston! Yashasin Turkiston xalqi! Dunyo sotqin mardonlarga to'la! Millat dardi toza qon! boshlangan tergov hali ham tugamagan. Ularning ko'zlari ochiq, yopilmagan. O'g'lonlari mag'rur bo'lgan qal'a darvozalari kabi. Qizingizni Olmoniyaga o'qishga yubordingiz. Ilm olish uchun. Siz aksel inqilobiy ruhdagi tanishlar bilan aloqa qilib, Olmoniya uchun josuslik qilgansiz. Shundaymi? Josuslik? Buni barchasi tuhmat. Men qizimni ilm olish uchun Olmoniyaga jo'natdim. Bola o'qib kim ham bo'lardi? Sana Turkiston qiziga u bolasiga qarasa bo'ldi-da. Ko'p olima bo'lardi. Bolalarning kim bo'lib tarbiyalanishi o'sha onaning qandayligiga bog'liq. Xalqimizga, millatimizga va vatanimizga ma'rifatli onalar kerak. Tirik chiqib qolibdimi? Shunchasi ta'min qildimi? Olib chiq kerak. Na o'q, na shayton. Sen o'qishga bording. Uchun bajarim, shu millat uchun o'qimoq. Sen mening nomusumsan, qizim. Bir siz emas, butun millat onalari uchun nomusum qasam. Nega? Umring saharda salom berding o'limga. Mening malagim, go'zalim, ma'sumam, onam. Nega barini bo'yningga olding? Xayolingga ham kelmagan ayblovlarni. Men ona bo'lmoqdan ko'ra shu millat uchun yuksak o'qimoqni afzal ko'rdim.
Xato qildim ota. Faqat quli farzand tug'moq. Sharaf bu muqam qondagi yurtda. Onalar shundoq ham ko'p. Ichlari to'la bola. Men ular tuqqan bolalarni ilmga, ma'rifatga to'plamoqchi edim. Ammo qarshimda bir o'q va bir baxtiqaro ota turibdi. Germaniyaga ketayotganingizda yoshingiz nechada edi? 17da. Bola bo'lishingizga qaramay, otangiz ketishingizga rozilik berdi. Shundaymi? Yo'q, otamning aybi, injiqliklarimga ko'nganim, ko'nglimga qaraganim. Sizning otangiz qochqin. Aksil inqilobiy ruhdagi tanishlar bilan aloqa qilish va josuslikka tayyorlash uchun o'qishga yuborgan. Yo'q, barchasi bo'xton. Lekin o'ylagandek bo'lmadi. Sizga duchor qilgani uyat emas, og'ir ayblov moddalari bo'ldi. Yo'q, bunday emas. Bilasanmi? Otang sendan-da ko'ra og'ir jazoga loyiq. Qiz bola otani sevar. Bari bo'xtonni sevardim. Ki boshi omon bo'lsin. Har bir oilaning, otamning Germaniyaga o'qishga ketgani aytmoqmi? Emizikli bolam haqqi. Aybim yo'q. Eshitayapsizmi? Kelayotganimda yig'layotgandi bolam. Hozir qashiyotgandi. Bolamni ko'rsam-chi. Menga tiqishtirayotgan siyosiy harakatlardan xabarim yo'q. Siz meni qandaydir Turkiston aksir inqilobiy guruhiga rahbarlik qilganlikda ayblayapsiz. Shunchalik ham bana tosh bo'lasizlarmi? Sizlarni ham ona tuqqandan, tug'magandan. Men hech kimga qarshi ish qilmaganman. Haqiqat uchun jonim ketish kerak bo'lsa, ol jonimni. Degan bosh ekkan nomard. Biz Turkistondan Almaniyaga tajribalarni o'rganish uchun keldik. Ilmning asoslarini mukammal egalladik. Turkiy tilda terminologik lug'atlar tuzdik. Tajribalar qilishga intildik. Ixtirolar qildik. Maqsad vatanga qattiq ilm bilan qaytish. Basida! Bunday bo'xtoqlar bilan ortiq yashab bo'lmaydi. Yo meni ashaddiy dushman sifatida otib tashlang. Yoki o'qib ishlashimga imkon bering. Men Sovet Ittifoqining dushmani emasman. Odamlarning menga jinoyatchiga qaragandek qarashidan to'yib ketdim. Uyib ketding. To'yda boridan. Kim? Abduvahhab Murodi, Hamid Samad, Xayrinzo Majidxonova, Sattor Jabbor, Saida Sherahmedova, Ruqiya Xo'jayeva hamda Gulsum Rahimovalar O'zbekiston SSR NKVD uchligi tomonidan Jinoyat kodeksining 57
58, 64 hamda 67 moddalari bilan aybdor deb topilib, oliy jazo, o'lim jazosiga hukm qilinsin. Otsam, otaveraman. Xalq esa tomosha ko'rarkan. Ma'rif, ey ma'rif, qayerdasan? Yordam ber endi. Ma'rif, ma'rif deding. Qani, chaqir ma'rifingni. Kelib qutqarsin senlarni. Ma'rif yo'qmi? Unda o'limingni kutib ol. Ya Xudoyim, to qiyomat vatan bizga omonatdir. Unga xiyonat qiyomatdir. Qo'rqma, qo'rqma. Haqiqatning ko'ziga tik boq. Har zulmat so'ngida nuru ziyo bor. Har zulmat so'ngida nuru ziyo bor. Har zulmat so'ngida nuru ziyo bor.
Teatr maskanı yaman kırılır mı?